Assalomu alaykum. Twitterda bir tweet yozgan edim. Islomni o'zga sayyoraliklarga va boshqa olamdagi borliqlarga qarashi haqida tweet yozaman degan edim. Lekin buni agar faqat islomga bog'laydigan bo'lsam, islomiy material qiladigan bo'lsam, bu diniy qarash ekan, diniy tushuncha ekan degan tushuncha paydo bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun videoni boshida ogohlantirib qo'yay, bu hech qanaqa diniy qarash emas, hech qanaqa e'tiqod emas. Va bu diniy ma'lumot tarqatish emas, zotan bu yerda ilm-fan, falsafa va dinlarni, xristianlik va islomni o'zga sayyoraliklarga qarashi haqida, boshqa olamlarga qarashi haqida gapirib o'tamiz. Xo'p, bu videoni sababi, nimaga olinyapti bu video? Bir tanishim bilan tortishib qoldim. Tortishuvda aytdi, tanishim Thomas Paine'ni o'qigan ekan, Age of Reason degan kitobi bor Thomas Paine'ni. Thomas Paine Amerikani asoschi otalaridan bittasi va juda katta ta'sir kuchiga ega inson. Va Thomas Paine aytadiki, dinlar boshqa olamlar borligini, o'zga sayyoraliklar borligini inkor qiladi. Ilm-fan buni bor deydi. Bu yerda ikkalasidan bittasini tanlash kerak va men ilm-fanni tanlayman deb dindan chiqadi va deist bo'ladi. Va o'sha asarni o'qib olgandan keyin tanishim dinlar, ya'ni bu o'zga sayyoraliklar borligini inkor qiladi. Agar o'zga sayyoraliklar kelsa-chi bizga, o'shanda dinlar xatoligi aniq bo'lib qoladimi? Dinlarni inkor qilgan bo'ladimi? O'zga sayyoraliklar kelishi balkim bir kun emas, bir kun kelar degan savolni o'rtaga qo'ydi. Bu yerda qanaqa muammo bor? Muammo shunda. Bu yerda g'arb-sentrik qarash, g'arb-sentrik o'qish bor. Ya'ni g'arbni asarlarini o'qigan, g'arbni asarlarida rostdan ham shunaqa narsa bor. Sababi xristianlik 20-asrgacha o'zga sayyoraliklar, o'zga sayyoralar borligini inkor qilgan. Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Video davomida ko'rib olasiz. Keyin islomni bunga qarashi, islomiy ulamolarning bunga qarashini ham video davomida tushuntirib o'taman. Xo'p, bu tortishuv qachon paydo bo'lgan? Insoniyat boshqa olamlar, boshqa borliqlar haqida qachon qiziqishni boshlagan? Bu taxminan 2300 yil avval boshlangan, ya'ni Yunonda, antik Yunon falsafasida shunaqa tortishuvlar bor. Aristotelchilar va atomchilar orasida, atomchilar degani epikurlar bor, boshqa filosoflar bor. Ular o'rtasida tortishuvlar bor. Hatto bular bir-biriga dushman falsafalar. Aristotelchilikda dunyo markazli tushunish bor, dunyo markazda degan tushuncha bor. Xo'p, atomchilikda esa dunyo borliq atomlardan iborat va atomlardan iborat bo'lsa, demak boshqa borliqlar ham bor degan tushuncha bor. Va mana shu tushunchalardan kelib chiqqan qarashlar bor. Va atomchilar aytadiki, boshqa olamlar bor. Biz bir sayyoramiz, boshqa sayyoralar bor. Ularda boshqa borliqlar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni inson eng ustun borliq bo'lmasligi mumkin degan qarash bor. Aristotelchilikda teskarisi bor. Xo'p, xristianlikka buni nima aloqasi bor? Dinlarga buni nima aloqasi bor deganda, xristianlik Aristotelni markazga olib, Aristotelchilikni qabul qiladi va dinning ichiga, xristian dinining ichiga Aristotelni qarashlari chuqur kirib borgan. Buni bir misolda tushuntiraman. Bu shunchaki latifa, anekdot, bo'lgani, bo'lmagani aniq emas. Shunchaki latifa. Bu latifadan xristianlikka Aristotelning ta'sirini tushunib olamiz. Bu latifada shu Aristoteldan 1000 yildan keyinmi, 1,5 yildan keyinmi rohiblar cherkovda o'tirishadi. O'tirib Aristotelning gaplarini, fikrlarini tahlil qilib o'tirishganda eng yosh rohib zerikadi va ulardan ruxsat so'rab ko'chaga chiqadi. Ko'chaga chiqib otiga qaraydi. Otiga qaraganda Aristotelning bir gapi esiga tushib qoladi. Aristotel o'sha zoologiyaga oid fikrlarni bildirayotganda aytadiki, otning tishi 28 ta deydi. Va o'sha rohib borib qiziqib otini tishini sanab ko'radi, 28 ta chiqmaydi. Chiqmaganidan keyin u rohib borib boshqa o'zida katta rohiblarga aytadiki, otni tishini sanab ko'rdim, 28 ta emas ekan deganda, Aristotel 28 ta degan, sen adashyapsan deb uning ustidan kulishadi. Yo'q deb isror bilan turib olganida boshqa rohiblar ham borib otni tishini sanashadi. Rostdan ham 28 ta chiqmagandan keyin aytishadiki, Aristotel xato qilishi mumkin emas. Demak, bu yerda ot xato qilgan deyishadi. Ya'ni
Bundan Aristotelning fikrlari qanchalik muhim xristianlikda qanchalik qabul qilinganini tushunishimiz mumkin bo'lgan bir latifa. Xo'p, o'shandan kelib chiqib, keyin bu tortishuvlar 16-asrgacha davom etgan. Xristianlik buni qabul qilmagan. 16-asrgacha nimaga? 16-asrda Kopernik chiqqan va aytganki, dunyo markazda emas, biz sayyoralardan bir sayyoramiz. Dunyo quyosh markazda, quyoshni atrofida aylanadi va boshqa sayyoralar ham bor degan qarashni o'rtaga surgan bilim dunyosida va bilim dunyosi bu qarashni darrov qabul qilgan. Biz rostdan ham markazda emasmiz, quyosh markazli qarashni qabul qilgan va mana shundan tortishuvlar kelib chiqqan. Mana shundan, demak, boshqa olamlar bo'lsa, boshqa sayyoralar bo'lsa, demakki boshqa hayvonlar ham, boshqa mavjudotlar ham, o'zga sayyoraliklar ham bor degan qarashlar kelib chiqqan. Va masalan, Keplerni ko'radigan bo'lsa, Kepler aytadiki, hatto oyda ham, Yupiterda ham o'zga sayyoraliklar bor deb da'vo qiladi Keplerlar. Va bu 16, 17, 18, 19 asrgacha bilim dunyosida o'zga sayyoraliklar bor, ana topyapmiz, mana topyapmiz, bor baribir degan qarashlar bo'lgan. Va bu qarashlarni nimaga xristianlik inkor qilgan sabablari bor. Xristianlikni inkor qilishini sabablaridan bittasi Iso alayhissalom ularni e'tiqodida, ularni tushunchasida inson qiyofasidagi bir xudo, inson qiyofasiga kirgan xudo bor. Va u xudo, u inson xudo o'zini insonlar uchun baxshida qilgan, ya'ni jonini qurbon qilgan. Va bu yerda savollar tug'iladi. Agar boshqa olamlar bo'lsa, boshqa borliqlar bo'lsa, nima uchun faqat insonga qurbon qildi xudo o'zini? Nima boshqa borliqlarga anaqa emasmi bu? Degan teologik savollar, falsafiy teologik savollar kelib chiqadi. Shuning uchun xristianlik buni inkor qilgan, bu narsani, va bu xristianlikni qiyin savollarga burchagiga tiqib qo'yishi mumkin bo'lgan masalalar. Shuning uchun buni inkor qilgan. Endi bilim dunyosida shunchalik shov-shuv bo'lgan ekan, shunchalik harakat qilingan ekan o'zga sayyoralarga. Xo'p, hozir endi nimaga sal ehtiyotkorlik bilan gapiriladi, sal shoshmasdan fikr bildiriladi bilim dunyosida desa, buni bir nechta sabablari bor. O'sha paytda oyda bor, Yupiterda bor da'vo qilinishi, buni xato bo'lib chiqishi, keyin masalan Marsda kanallar bor deb bir italiyalik astronom yozadi, uni endi tabiiy kanallar nazarda tutilganda inglizchaga tarjima qilinayotganda sun'iy kanallar tarjima qilinadi. Tarjima muammosi bor bu yerda. O'sha channel emas, canal deyiladi. Canal deganda o'sha sun'iy mavjudotlar tomonidan yaratilgan kanallar bor tarjima qilinadi. Va bilim sohasi ham, fan ham buni ta'kidlaydi. Undan so'ng bu ham xato bo'lib chiqadi. Bir necha xatoliklardan keyin undan so'ng Alfred Wallace'ni qarashlari ham ta'sir qiladi. Alfred Wallace Darwin bilan bir vaqtda yashagan va Darwin bilan bir vaqtda tabiiy tanlanish nazariyasini, g'oyasini olg'a surgan insonlardan biri. Ilm olamida uni qarashlariga jiddiy qaraladi va Alfred Wallace aytadiki, bu tabiiy tanlanish jarayoni, ya'ni insonning kelib chiqish jarayoni juda murakkab jarayon va bu jarayonlar har doim ham sodir bo'lavermaydi. Bu tasodiflardan bo'ladi. Har doim ham sodir bo'lavermaydi degan qarashlardan so'ng ilm dunyosida, bilim fan dunyosida bunga asta-sekin qarashlar, qiziqishlar pasaydi va ehtiyotkorlik bilan fikr bildirishga o'tishdi. Xo'p, endi islomda qanaqa deyilsa, islomda turlicha qarashlar bor. Misol uchun Aristotelning qarashlarini, o'sha yer markazli qarashlarni qabul qilgan olimlar ham bor. Bu mashayi falsafasi deyiladi. Buni Ibn Sino, Farobiylar aynan o'sha Aristotelni, Platonlarning qarashlarini biroz qabul qilishgan, o'zgartirishlar kiritishgan. Ya'ni ularning qarashlarini qabul qilishmagan, ularning qarashlari ta'sir ko'rsatgan. Va atomchilarni ham qarashlari ta'sir ko'rsatgan ulamolar bor. Hatto Ash'ariylarda, Moturidiylarda, kalomchilarda, ya'ni ularni qarashini qabul qilmagan, ta'sir qilgan olimlar, ulamolar bor. Shuning uchun men boshida Aristotel va atomchilarni tortishuvlarini keltirdim. Baribir islom olamiga ham bu ta'sir ko'rsatgan va boshqa olamlar, o'zga olamlar bormi degan savolga turli qarashlar bo'lgan. Misol uchun Faxriddin Roziy Fotiha surasidagi Robbil alamindagi olamlar so'zini o'sha yerda savol beradi Roziy tafsirida
nimaga aynan bitta olam bo'lishi kerak? Olamlar deganda nimaga bu faqat bu olamni tushunishimiz kerak? Boshqa olamlar mavjud bo'lishi mumkinmi? Ularda jonzotlar, maxluqotlar bo'lishi, bizga o'xshagan maxluqlar bo'lishi mumkinmi? degan savollarni olg'a suradi. Ya'ni boshqa olamlar borligini tasavvur qilib, boshqa olamlar haqida savol bergan olimlar ham bo'lgan. Va hatto Ibn Abbosdan bir qancha rivoyatlar bor. O'sha rivoyatlarni hozir o'qib beraman. Buni o'qib berishimiz sababi manbalari bilan keltirishim kerak. Islomiy ilmda gapirayotganda biroz manbalarni ham gapirib o'tish kerak. Xo'p, Taloq surasi 12-oyatda kelgan Alloh 7 osmon va ularning mislidek yerni yaratgan zotdir degan joyi bor. Va mana shu joyni bu yerda 7 har biridan bu yerdagi Ibrohim payg'ambar kabi payg'ambar, insonlar va boshqa maxluqotlar, mana shunga o'xshagan boshqa maxluqotlar yashaydi degan fikrni Ibn Abbos bildirganlar. Bu rivoyatni Tabariyni aynan o'sha Taloq surasi 12-oyatga bergan tafsirida Ibn Abbosning mana shunaqa fikrlari keltirilgan. Ya'ni 7 osmon, 7 yer bor, u boshqa olamlar, boshqa borliqlar, u yerlarda ham maxluqotlar bor degan fikrni Ibn Abbos keltirgan ekanlar. Buni Tabariy rivoyat qilgan va Bayhaqiyning rivoyatlariga ko'ra 7 arz dunyo bordir. Va u yerlarning, olamlarning har birida sizning payg'ambaringiz kabi payg'ambar, Odam kabi Odam, Nuh kabi Nuh, Ibrohim kabi Ibrohim va Iso kabi Iso bordir deb Bayhaqiy Asmo va Sifat asarida keltirganlar. Buni Ibn Kasir ham keltirgan. Bayhaqiy bu hadisni sanadini sahih desalarda, rivoyatini shaz deganlar. Ammo Hokim Mustadrokida sahih degan fikrni bildiradi. Bu fikrga, ya'ni boshqa olamlar bor, u yerlarda jonzotlar bor, u yerlarda ham payg'ambarlar bor deb Ibn Abbosdan rivoyat qilishadi. Xo'p, bunaqa oyat faqat o'sha Fotiha surasida va Taloq suralarida bormi desa, boshqa suralarda ham bor. Misol uchun Isro surasi 44-oyatda. Yana bir ogohlantirib o'tay, bu ulamolarni faqat qarashi, ba'zi oyatlar shunaqa fikr bildirishga motivatsiya beradi. Shu oyatlarni keltiryapman. Bu oyatlarni tafsirini o'qib olasizlar. Bizni ulamolarimizni qarashi bu mana shunaqa e'tiqod qilishimiz kerak, yo mana shunaqa amal qilishimiz kerak, mana shunaqa qarashimiz kerak degan fikr paydo bo'lib qolmasin. Bu shunchaki qarash, yana bitta qarash. Bundan islomiy bilim, ilm olaman deb o'ylab bu videoni ko'rmanglar. Bu shunchaki ma'lumot sifatida ko'rilayotgan narsa. Isro surasi 44-oyatda unga 7 osmon va yer va ulardagi kimsalar tasbih aytadilar. 7 osmon va yerdagi kimsalar tasbih aytadilar deb Isro surasi 44-oyatda aytadi. Va o'sha 7 osmon va yerlarda masalan maxluqotlar bo'lishi mumkinmi? Mavjudotlar, jonivorlar bo'lishi mumkinmi degan savolga Qur'onda boshqa bir oyatlar bor dabba haqida. Dabba degani bu debalanib yuruvchi, dappillab yuruvchi, yerda yuruvchi degan jonzot, maxluqot degan ma'noda keladi. Masalan, dabbaga qushlar kirmaydi. Dabba bu o'sha dapurlab yuruvchi degan ma'noni bildiradigan so'z va Shuoro surasi 29-oyatda osmonlar va yerlarni yaratgan va ularda turli jonivorlarni tartib qo'yilishi uning oyat belgilaridandir. Ya'ni 7 osmonlar va yerni yaratgan va ulardagi turli jonivorlar deganda arabchada dabba so'zi keladi. Jonivorlar deb bizni tafsiri hilolda tarjima qilingan dabba so'zi keladi. Ya'ni osmonlar va yerlardagi dabbalar degan so'zlar keladi. Xo'p, undan keyin boshqa oyatlar bormi deganda, yana boshqa oyat bor. Endi dabba farishtami degan savol paydo bo'lib qolishi mumkin. Va shunga Nahl surasi 49-oyatda aytiladiki, osmonlar va yerdagi barcha dabbalar va farishtalar faqat Allohga sajda qilurlar. Ya'ni farishtalar bilan dabbalarni ayiryapti bu yerda. Osmonlar va yerdagi barcha dabbalar va farishtalar faqat Allohga sajda qilurlar. Ular mutakabbirlik qilmaslar degan oyat kelgan.
Xo'p, mana shu oyatlardan biz qarashimiz mumkinki, biz ko'rishimiz mumkinki, boshqa olamlar haqida, boshqa olamlardagi mavjudotlar, jonzotlar, hayvonlar haqida ba'zi fikrlarni bildirishgan. Masalan, G'azoliyda ham shunda o'xshash fikrlar bor. Men bir maqolada o'qidim, Mirzo Ulug'bekda ham diniy qarashlaridan, Qur'ondan kelib chiqib shunaqa fikrlar bor deb o'qidim. Lekin Mirzo Ulug'bekni asarlarini o'zim o'qimaganim uchun, ko'zim bilan ko'rmaganim uchun bu haqida aniq gapira olmayman. Shunchaki bir maqolada aytilishi bo'yicha Mirzo Ulug'bekni ham shunday qarashlari bor deyilgan. Umid qilamanki, bu videodan hech qanaqa diniy qarash hosil qilmaysiz. Shunchaki ma'lumot sifatida oldingiz deb umid qilaman. Video manzur bo'ldi deb umid qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.